Siz ushbu videoni ko'rib bo'lguningizcha kimdir jinoyat ustida qo'lga olinadi. Xato qildim. Men ko'proq anonimni men bo'laman deb o'ylaganman. 210 kilo qo'lga olingan. Telegram messenjer kanali bor. O'sha yerda o'zim ishlaganman. Katta miqdorda mol berilgan. U molni ham misol uchun vaqti bilan geolokasiya orqali qo'yib beradi. Ular mendan keyin o'sha kapsula donalariga solib, mayda qilib qo'yib keyin tarqatishadi. Meni vazifam saqlash. 245 edi, 45 ga tarqatilgan. Salkam 210 kilo qo'lga olingan. 900 mingta dona qilib har bitta kapsulani общий paketga yig'ib, keyin bitta joyga tashlab beriladi bo'ldi. O'tdan kelgan kuryerlar olib ketishardi. Kirganimdan beri 3 marta lokatsiyadan narkotik tarqatish uchun olishga bordim. O'sha 3-chisida qo'lga tushdim. Bitta mashina qilib, keyin bo'lib to'xtataman degan xayol bilan 2 yil o'tib ketib qoldi. Yillarda yurtboshimiz qattiq qarshi kirishib kelganlarini eshitib Xuddi mana shunaqa menga o'xshab boshqalarning videosini men ham ko'rib kelganman. Tashlaganman. O'sha eng katta miqdorda 20 yildan berishligini ham bilaman. Yo'l oxiri baribir topishar. Men 2 kun ishlab ketgan taqdirda bari topishar. Qilgan ishim uchun bari qachondir javob beradi. Siz ko'rib turgan bu kimsalar qancha yoshlarni zahri qotil vositalar bilan zaharlanishiga sabab bo'ldi. Ama o'zimning hayotimda o'zi dash tasavvur qilishim. Ha shu panjaraning ortida. Afsuslanaman. jinoyat oldida jazo muqarrarligini anglab yetdimda, men bir narsaga olmayman bu narsaga. Shundan to'g'ri yuragim ezilib ketdi. Men ko'proq anonimni men bo'laman deb o'ylaganman. Kalta o'ylaganman. O'shanga juda qattiq afsusdaman. Judayam bu yanchimdan afsusdaman. Yer yorilib, yerga kirib ketmadim. Bu to'g'ri yo'l emas. Ertaga menga o'xshab afsuslanib, ham o'tirgan o'sha kech bo'ladi. Kechirishlaringiz so'radim. Xato qildim. Пожалуйста, я вас умоляю. Простите моего мужа. Я готова за это сама отвечать головой. Я готова, чтобы он дома сидел с ребенком. Пожалуйста, я вас умоляю. Men necha marta aytganman, to'g'ri yo'lda yashaylik, baribir buyurmaydi, oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Necha marta aytganman. Aytganingizdek, meni holimga hech qaysi dushmanim onasi ham tushmasin. Tushundingizmi? 20 yilda men bormanmi, yo'qman. Men bolam oxirgi manzilimga meni olib bormaydi, men o'zim ashtamayman. Yetib keldi. Men bolam meni kuzata olmaydi oxirgi manzilimga. Onalariga shunaqa ravo ko'rishmasin. Jon bor. Iltimos sizlardan to'g'ri yo'lda yuringlar. Mayli ming so'm topasizlarmi, 2000 so'm onalarga bo'lishisi kerak emas, sizlar tinchligingizga kerak. Endi bu onaizorning faryodi o'g'lini qutqara olmaydi. Jazo chorasini yengillata olmaydi. Vaqtni ham orqaga qaytara olmaydi. Qamoq panjaralari jinoyatchini yopadi, lekin uning oilasini butun umrlik qamoqqa hukm qiladi. U o'zini jasur deb o'yladi, lekin endi uning o'rniga onasi ko'chaga yuzi yorug' chiqa olmaydi. Bir soniyalik xato uchun yaqinlaringizni tiriklayin ko'mmang. Jinoyatdan qayting.